Qurilishda yashil iqtisodiyot, suv va atrof muhitni asrash tendensiyalari, ekologik muammolar va innovatsion yechimlar. Toshkent davlat transport universitetida shu mavzudagi respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy konferensiya bo'lib o'tdi. So'nggi yillarda iqlim o'zgarishi, jumladan ob-havo va suvning ifloslanishi, cho'llanish, qazilma yoqilg'ilarni behisob ishlatish global isish, tabiiy ofatlarning ko'payishiga, atrof muhit va aholi sog'lig'iga zarar yetkazmoqda. Shu bois deyarli barcha davlatlarda yashil iqtisodiyotga o'tish masalasi strategik ustuvor vazifa sifatida ko'rilyapti. Shundan kelib chiqib, konferensiyada ham suv ta'minoti tizimlarini optimallashtirish, oqova suvlarni tozalash, ekologik me'yorlarni hisobga olgan holda qurilishda zamonaviy yondashuvlar, zamonaviy materialshunoslik hamda muhandislik masalalarini yechishda matematikaning ahamiyati kabi yo'nalishlar qamrab olindi. Hozirgi kunda demak olimlar tomonidan bildirilayotgan shaharda demak hozirgi kunda ifloslanish darajasi demak juda yuqori. Ularning demak qurilish materiallarida demak ekologik toza va kompozitsion materiallardan foydalanish loyihalarini ko'zlatyapti. Bundan tashqari demak suv muammolari hozirgi geosiyosiy vaziyatda demak xabaringlar bor. Demak suv tanqisligi hozirgi kunda eng murakkab va eng demak kun tartibidagi masalalardan biri bo'lganligi uchun suvlarni tejash, yangi texnologiyalardan foydalanish, bundan tashqari oqova suvlardan oqilona foydalanish, ularni qayta kabi ilmiy takliflar bilan demak barcha ishtirokchilar faol qatnashmoqda. Respublikada agar ilgari 63% aholi markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan bo'lsa, amalga oshirilgan ishlar natijasida hozir aholining 82% markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlanmoqda. Xalqaro moliya institutlarini, kreditlari jalb qilingan bu sohaga ichimlik suv ta'minoti hamda oqova suvlarni tozalash ishlari bo'yicha juda katta loyihalar amalga oshirilyapti. Strategiya natijasida demak respublika aholisini markazlashgan ichimlik suvini ta'minlash darajasini 90% ga chiqarish hamda oqova suv bilan ta'minlashni 35% ga chiqarish bo'yicha maqsadlar qo'yilgan. Anjuman davomida hamkor tashkilotlar ishtirokida yalpi majlis bo'lib o'tdi. Unda ichimlik suvini asrashda davlat nazorati, ekologik ta'lim, tabiatni muhofaza qilishning asosiy omili, O'zbekiston seysmik sharoitlarida avtomobil yo'llaridagi ko'prik inshootlarning umrboqiyligini ta'minlash hamda suv resurslaridan oqilona foydalanish va yo'qotishlarni kamaytirishning innovatsion texnologiyalari kabi mavzularda ma'ruzalar qilindi. Mazkur tadbir ishtirokchilari uchun bugungi dolzarb masalalarni muhokama qilish, tajriba almashish hamda kelajak avlod uchun barqaror rivojlanish yo'lini belgilab olishda muhim maydon bo'ldi.